2015 yil 7 sentabr Gollandiyadagi Uyg'urlar uchun unutulg'isiz bir kun. Ölümning chorisizligi, qararsizligi ko'ngillarga qo'rqinch solgan. Marhumning mazlumligi, ahlining yolg'izligi qalblarning hissdashligini uyg'otgan, vatandoshlarning ittifoqligi, tashkilotlarning inoqligi namoyon bo'lgan bir kun edi. Men bu xabarni 9-oyning 4-kuni juma oqshimi topshirib oldim. Shu xabarni anglagan hamon shu musibat bo'lgan doktorxonaga berib ölümningki sahibidan hal so'rab jamoat bilan shu yerda endi turib yana qaytib kelgan bo'ldik. Shuning bilan shanba yakshanba kunlari bu yerdagi hukumat organlari ishlamagan ekan. Mayitni majbur dushanba kuniga kechiktirishga majbur bo'ldik. Yevropada yerlik dafn qilish masalasi nihoyatda qiyin bo'lgan bo'lsa-mu, yana buni qarindoshlarimiz har yerdagi jamiyatlar bilan ko'rishib u yerlarni hal qilib qilgan bo'ldi. Shuning bilan birga bu yerlikka ba'zi moddiy mablag'ning ketish sababli yana Uyg'ur jamoatidan yordam talab qilgan bo'ldik. Uyg'ur jamoati bu qatim biz kutgandan keyinmi yaxshi shaklda buningga yordamlashgan bo'ldi. O gün Gollandiyaning Almeri shahridagi Sultan Ahmad jamisida Sharq Turkistonlik bir muhojirning jinoza namozi o'qildi. Bu Gollandiyadagi Uyg'urlar uchun tunji motam edi. O gün aqidasi va ixlosiga ishongan vatandoshlar marhumni piyoda yurish bilan yerlikka qadar elib kelib, islomiy an'anasiga loyiq ravishda dafn qildi. Marhumning ro'yiga atab duolar qildi, Qur'on o'qidi. Avlodiga sabr, toqat va chidam g'ayratlar tiladi. Bu payatda meniki birdan bir his qilganim, bizniki millatimizning naqadar kuchlik, naqadar bir-birsiga yaqin ham mehribon ekanligini his qildim. Ya'ni mushu o'lim xabarini olgandan keyin taraf-tarafdan insonlarimiz kelib, qo'lidan nima kelsa, mushu meyitninki bir yaxshi o'zishiga, mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin yoki boshqa jihatlardan bo'lsin, har tarafdan harakat qilib yurib, bugünkidek natijalik bir uzatishni qilib oldik. Ya'ni mening demoqchi bo'lganim, mishada mushu Gollandiyada yashayotgan butun Uyg'ur jamoatiga ko'pdan ko'p rahmat. Bugun birinchi qilib bizning Uyg'ur jamoatidan Gollandiyada bir cho'ng bir o'limdan bis bo'ldi Uyg'urlardan, yana cho'ng yoshdagi. Bu vaqtgacha kichik yangi tug'ilgan bebeklar vafot etgan, o bilinmagan. Bu da ayang cho'ng shunda ko'rkamlik bir namoz bo'ldi. Ben hoş oldum. Uyg'urlardan ümidimizning cho'ng ekanligini, qalbining haqiqatan bizde qalbining bog'lig'ini men degan musulmonning hayotida ta'sirli bir ish. Chunki o'lim bo'lgandan keyin insonningki butun, ya'ni bu dunyodagi ishlari to'xtaydi, yana bir oxiratga qadam bosdi degan gap. Deydiganim davomli o'zimizningki tug'an qopgan hayotimizni shu oxirat uchun, shu o'lim uchun tayyorlab qilishimizni intayin tavsiya qilaman. Bunga hayotimizda shu o'limni unutmaylik qarindoshlar. Aldıdan Allah'tan sizga sabr uchun tilaymiz. Gollandiyalik bütün vatandaşlar ishida aldıdan sizning beshingiz keldi bu kun. O'zingiz shu musibatda, shunday ig'ir bir kunlarda qanday bir ro'yxatda bo'ldingiz? Vatandaşlar sizga qanday yordam qildi? Qanday yurak so'zlaringiz bor? Shu opam og'riq bo'lg'achqa shu chiqimdan ozroq qiynalib qolgandik. Shu Gollandiyamiz butun Yevropadagi Uyg'ur qarindoshlar shu har tarafdan yordam qilib, shu meni beshini qisib qo'ymadi. Opamni shunday yaxshi yerlik qo'yib oldim. Buningdan hammalardan rahmat so'rayman. Xudoyim mendan yanmasa, Xudoyimdan yana Xudoy. Men sizlarga yondiramsam, men yordam qilgan odamlarga yondirma.
Şunlaşqa mush hammalarga tashakkur etaman. Ko'p rahmat etaman. Opamni yaxshi yeb qo'yib oldim. Ishtimni qiynalmadim. Mush Uyg'ur qarindoshlarning mush yordami bilan, duosi bilan qiyinchilik his qilmadim. Shuningdan men sizlardan tashakkur etaman. Bek rahmat hammalarga. O Gollandiyadagi Uyg'urlar uchun 10 to'lg'isiz bir kun.